26 bob. Hazreti Ayso bu so'zlarni qilib bo'lgandan keyin shogirdlarga: "Sizlarga ma'lumki, 2 kundan keyin bo'ladigan o'tib ketish hayotida inson o'g'li Kristga mixlanish uchun tutib beriladi", dedi. Oliy ruhoniylar va xalq oqsoqollari Qayopa ismli bosh ruhoniyning sarayida jam bo'lishdi. Ular Hazreti Aysoni hiyla bilan tutib, ujuqtirish uchun maslahat qilishdi. Biroq ular bu ishni hech oyam kunlar qilmaydi. Bo'lmasa xalq orasida qalaymonqanchilik chiqishi mumkin, deyishdi. Hazreti Ayso Baytoniya yesida ilgari mahov kesiliga giribtor bo'lgan Simonning uyida bo'lganda, uning yeniga bir ayol kirdi. U ayol oq qosh tishidan yasalgan bir qutida nihoyat qimmatlik atir elib kelgan edi. Hazreti Ayso dastonda o'tirganda, u ayol atirni uning beshiga qo'ydi. Shogirdlar buni ko'rib, xafa bo'lishib: "Nemishqa bunday isrofchilik qilasiz? Bu atir jiq pulga yaratdi. U setilib, puli kambag'allarga berilsa bo'ladi", deyishdi. Shogirdlarning norozi bo'lganligini bilgan Hazreti Ayso ularga: "Bu ayolni xijil qilib nima qilasizlar? U men uchun yaxshi ish qildi. Kambag'allar doim sizlarning oranglarda, lekin men oranglarda doim bo'lmayman. Bu ayol bu atirni meni dafn qilinishga tayyor qilish uchun badanimga quydi. Bilib qo'yinglarki, bu xush xabar dunyoning qayerida yetkazilsa, bu ayol aslinib, uning qilgan ishi tilga elindi", dedi. Shu vaqtda Hazreti Aysoning 12 shogirdidan Yahuda Ishqariyot ismli biri oliy ruhoniylarning oldiga berib: "Aysoni tutib bersam, menga nima bersizlar?" dedi. Ular uningga 30 kumush tangi berdi. Yahuda shundan e'tiboran Hazreti Aysoni tutib berish uchun fursat izlashga boshladi. Peternon heytining 1-kuni shogirdlar Hazreti Aysoning yeniga kelishib, "O'tib ketish heytining tomig'ini qayerda tayyorlashimizni xohlaysiz?" deb so'radi. Hazreti Ayso ularga: "Yerusalimga kirib, palonchining uyiga berib uningga: Ustozimiz, vaqt soatim yaqinlab qoldi. O'tib ketish heytini shogirdlarim bilan birlikda sizlarning uyingizga o'tkazay deydi, deb aytinglar", dedi. Shogirdlar Hazreti Aysoning buyrug'iga binoan o'tib ketish heytining tomig'ini shu yerda tayyorlashga kirishdi. Kashqurun Hazreti Ayso 12 shogirdi bilan dasturxonda o'ltirdi. U tomoq yeyitib: "Bilib qo'yinglarki, oranglarda biraylan menga sotqinlik qiladi", dedi. Bu so'z ularni intayin qayg'uga soldi. Ular bir-birlab: "Ya Rabbim, men emasdiman?" deb so'rashga boshladi. "Menga sotqinlik qilg'uchi qo'lidagi nonni taxsiga men bilan birga to'girgan kishidir. Inson o'g'li muqaddas yozmalarda yozilganidek olamdan o'tadi. Lekin uningga sotqinlik qildigan kishining holiga voy. U odam tug'ilmagan bo'lsa koshki", dedi Hazreti Ayso. Uningga sotqinlik qilmoqchi bo'lgan Yahuda: "Ustoz, men emasdiman?" deb so'radi. Hazreti Ayso uningga: "Dal sen", dedi. Ular tomoq yeyishayotganda Hazreti Ayso bir nonni qo'liga elib, Xudoga shukr etgandan keyin uni o'shtib turib, shogirdlarga ulashtirib berdi va: "Elinglar, yanglar, bu mening tenim", dedi. Ondan qo'lga bir jom elib, Xudoga shukr etgandan keyin uni shogirdlarga sunib: "Hammanglar buningdan ichinglar. Bu mening
nurg'un odamlarning gunohlarining kechirim qilinishi uchun to'kilib, Xudoning ahdisini tuzdigan qinimdir. Shuni bilib qo'yinglarki, Xudo otamning podsholig'ida sizlar bilan birlikda yangicha sharobdan ichmaguncha bundaq sharobni hargiz ichmayman, dedi. Ular Madiya naqshni aytgandan keyin talog'i chiqib, Zaytun teg'iga qarab ketishdi. Bu chaqda Hazreti Ayso shogirdlarga: "Bugun kecha hammanglar mening beshimga keldigan ishlar sabablik meni tashlab ketishsizlar. Chunki muqaddas yozmalarda Xudo qo'ychini urib o'ltiraman, podidagi qo'ylari patparoq bo'lib ketadi degan. Lekin men tirilgandan keyin Galileyaga sizlardan burun boraman, dedi. Petrus uningga: "Hammaylan sizni tashlab ketsinmi? Men hargiz tashlab ketmayman", dedi. Bilib qo'yg'inki, bugun kecha g'o'rash chillashdan burun sen mendan 3 qitim tanisan, dedi Hazreti Ayso. Biroq Petrus: "Siz bilan birga o'lishga to'g'ri kelsa-mu, sizdan tanmayman", dedi. Qolgan shogirdlarmi shundoq deyishdi. Keyin Hazreti Ayso shogirdi bilan birga Getsemane degan bir yerga keldi. U shogirdlarga: "Men u yoqqa berib, duo tilovat qilib kelguncha, mushu joyda o'ltirib turinglar", deb Petrusni, shundoqla Zabadiyning 2 o'g'li Yoqub va Yohannani birga elib mangdi. Bu vaqtda Hazreti Aysoni g'am besib, ko'ngli qattiq bearom bo'lishga boshladi. U ularga "Jenim chiqib ketdigandek g'am qayg'uga patdi. Sizlar bu yerda qilib, men bilan birlikda ho'shyor turinglar", dedi va sal nariroq berib, yerga bosh qo'yib, duo qilib: "Ey ota, mumkin bo'lsa, bu azob qadihni mendan yiroqlashtirg'aysan. Lekin bu ish mening emas, balki sening irodang bo'yicha bo'lsin", dedi. U shogirdlarining yeniga qaytib kelganida, ularning mugdab qolganligini ko'rib, Petrusga: "Men bilan birga biror soatmi ho'shyor turolmadinglarmi? Yeziq turishdan saqlanish uchun sagak turib duo qilinglar. Ko'ngil xolaydi, lekin tan ojizdir", dedi. Hazreti Ayso 2 qitim berib, yana duo qilib: "Ey ota, agar men bu azob qadihni ichmaguncha bu qadah mendan yiroqlashtirilmasa, undaqda sening irodang bo'yicha bo'lsin", dedi. U shogirdlarining yeni qaytib kelganida ularning yana mugdab qolganligini ko'rdi. Chunki ular ko'zlarini ochamay qolgan edi. Shuning bilan Hazreti Ayso ularni tashlab 3 qitim berib, yana shu so'zlar bilan duo qildi. Keyin shogirdlarning yeniga kelib: "Sizlar texichi dam elib uxlayotgamsizlar? İnson o'g'lining gunohkorlarning qo'liga topshiriladigan vaqt soati yetib keldi. Qo'pinglar, ketayli. Mana, bana sotqinlik qildigan kishi kepti", dedi. Hazreti Aysoning so'zi oyoqlashmasdanla 12 shogirdining biri bo'lgan Yahuda keldi. Uning yanida oliy ruhoniylar va xalq oqsoqollari tarafidan avatilgan qilich to'qmoqlar bilan qurollangan zo'r bir to'p odam bor edi. Hazreti Aysoga sotqinlik qilgan Yahuda ularga olliburun: "Men kimni so'ysam, Hazreti Ayso shu, sizlar uni tutinglar", degan va so'yish orqali belgi bermoqchi bo'lgan edi. U uddul Hazreti Aysoni oldiga berib: "Salom ustoz", deb uni so'ydi. Hazreti Ayso uningga: "Birodar, qiladiganingni qil", dedi. Buning bilan elqi odamlar yopirilib kelib, Hazreti Aysoga qo'l silib, uni tutqun qildi. Hazreti Aysoning yendiklardan biraylan
darhol qilichini sug'urib, bosh ruhoniyning chaqirig'i urdi. Qilich chakarning qulog'iga tegib, uni shilib tushiribdi. Hazrati Ayso uningga qilichingni qiniga sol. Qilich ko'tirganlar qilich ostida halok bo'ladi. Yoki meni Xudo otamdan yordam ololmaydi deb o'ylab qoldingmi? Xolisam, u menga shu an 12 tumandan ortiq farishta avatidi. Biroq agar men unda qilsam, muqaddas yozmalardiki, cho'qim mushundoq bo'lishi kerakligi to'g'risidagi so'zlar qandoq amalga oshsin, dedi. Ondan Hazrati Ayso u odamlarga qarab mundoq dedi. Sizlar qilich to'qmoqlarni ko'tirib, meni tutqili kepsizlar. Meni qaroqchi ko'ryotamsizlar. Har kuni markaziy ibodatxona hovlilarida o'ltirib ta'lim beratdim. U chaqda tutmadinglar. Ammo bu ishlarning yuz berishi payg'ambarlarning muqaddas yozmalarda oldin aytganlarining amalga oshirilishi bo'ldi. Bu chaqda shogirdlarning hammasi uni tashlab kechib ketishdi. Hazrati Aysoni tutqun qilganlar uni bosh ruhoniy Qayofaning oldiga elib berishdi. Tavrat ustozlari bilan xalq oqsoqollarimi u yerda jam bo'lishgan edi. Petrus Hazrati Aysoga toki bosh ruhoniyning g'o'lisigacha yiroqdan egishib bordi va ishning natijasini ko'rish uchun ichkariga kirib, qorovullarning yanida o'ltirdi. Oliy ruhoniylar va butun oliy kengashma a'zolari Hazrati Aysoni o'lim jazosiga mahkum qilish uchun yolg'on isbot izlatdi. Bir muncha yolg'on guvohchilar o'ttirg'i chiqqan bo'lsa-mu, isbot ko'rsatib beramadi. Oxirda ikki guvohchi o'ttirg'i chiqib, bu odam men Xudoning ibodatxonasini buzib tashlab, 3 kun ichida qayta yasab chiqalayman degan, dedi. Bosh ruhoniy o'rnidan turib, Hazrati Aysoga: "Qani, javob bermamsan? Bularning sening ustundan bergan guvohlarga nima deysan?" dedi. Lekin Hazrati Ayso lom jim demidi. Bosh ruhoniy uningga: "Mangu hayot Xudo oldida qasam qilishingni buyurayman. Aytqin, Xudoning o'g'li, qutqizg'uchi Masih senmi?" dedi. Hazrati Ayso mundoq javob qaytardi: "Sizning deyiningizdek. Lekin shuni bilib qo'yingki, buningdan keyin sizlar inson o'g'lining qodir Xudoning o'ng yonida o'tirdiganligini va ko'kdagi bulutlar ustida keladiganligini ko'rsizlar." Bu so'zni anglagan bosh ruhoniy to'nlarini yirtib tashlab, "U Xudoga kufrlik qildi. Endi boshqa hech qanday guvohchining hojati qolmadi. Sizlar uning kufrliklarini angladinglar. Endi buningga nima deysizlar?" dedi. "O'lim jazosiga tegishlik", deb javob qaytarishdi ular. Buning bilan ular Hazrati Aysoning yuziga tukirib, uningga mush otdi. Ba'zilari uni qachatlab: "Ey Masih, payg'ambar bo'lsang, aytib boqina, seni kim urdi?" deyishdi. Petrus tashqiridagi hovlida o'tiradi. Bir dedak uning yeniga kelib: "Sen Galililik Ayso bilan bir eding-ku", dedi. "Sening nima deyotganingni tushunmadim", deb inkor qildi Petrus hammaylarning oldida. Ondan Petrus darvozaning oldiga chiqdi. Uni ko'rgan yana bir dedak u yerda turganlarga: "Bu odam Nosiralik Aysoning sherigi edi", dedi. Petrus qasam qilib: "Men u odamni tonimayman", deb yana inkor qildi. U yerda turganlar birozdan keyin Petrusning yeniga kelib: "Shubhisizki, sen Aysoning sheriklarining biri, talaffuzingdan mana men deb chiqib turdi", deyishdi. Petrus qasam qilib: "U odamni tonimayman. Bo'lmasa, meni Xudo ursin", dedi. Dal shu chaqda g'o'raz chilladi. Petrus Hazrati Aysoning g'o'raz chillashdan burun "Sen mendan 3 qatim tonisan" degan so'zni esiga ilib, tashqariga chiqib, qattiq yig'lab ketdi.